Assalomu alaykum hurmatli qon akalar. Mana bahoriy makkamizni ko'rishlaring mumkin. Mana bugun 30-may holatiga shu holatga keldi. Yerdan balandligi uje 1-2 qarich uje 45-50 santini berib qoldi. Mana ko'rishlaring mumkin. Dede Agromineral biznes firmamiz bilan ishlagan. Biz do'kon bilan ishlagan. Suspenziyalar berilgan, ozuqalar berilgan. Urug'ni ham o'zimizdan olishgan. Mana ko'rishlaring mumkin. Ekilganiga xudo xolasa bugun 27 kun yo 28 kun bo'lyapti. 3 yo 2 aprel kunlari ekilgan makka poyamiz. Holatlari juda ideal. Bu 507 gektarlik konturimiz. Kimga shunaqa yaxshi sifatli urug'lar kerak bo'ladigan bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Urug'lardan tashqari hamma turdagi ximikat, gerbisid, inseksid, fungitsid dorilarimiz ham bor, vitaminlar ham bor. Aloqaga chiqaverasizlar. Qiziq bo'lsa, mana ko'rishlaring mumkin, zo'r holatda. Mana umumiy hisobda bomba. Mana umuman qurt yo'q. Xudo xolasa bunga Smart 4501 aqlli karbomitimiz bilan Smart 2100 anfosimizni solamiz. Xudo xolasa buni sog'ganimizdan keyin nasib bo'lsa suvni boshlaymiz. Keyin bitta suvdan keyin holatni ko'rasizlar.